tajribasi aytaman, ko'p yillik xizmatlari uchun qo'shiladi. Boyagi ya endi ko'rayotganimizda bundoqda rais qabul qilgan, ikki tomonlama uchrashuvlar o'tgan. Bu yerda ham kichkina zonamiz bor. 2030-yilgacha butun binolarda hamma binolar o'sha sudlarga berilgan. Hozir mana shu viloyat sudi binosi ichida qanday bo'ladi, buni xalqaro normalar bo'yicha standartlarga sudga tashrif buyurgan da'vogar, javobgarlar ko'rishmaslik. Mana shunday biz hozir mana mamlakat muxlisa degan gologram birinchi biz har bitta yo'nalishda hozir 4 ta yo'nalishimiz bor. Iqtisodiy, ma'muriy, ya'ni biz bunaqa zamonaviy tarzda qilishimiz kerak ekan, chunki mana jinoyat sudidan tashqari